Assalomu alaykum qadrli karavanchilik obunachilar. Ko'pchilik bizning fabrikamız haqida ma'lumotga ega emas. Shuning uchun qisqacha ma'lumot berib ketish uchun fabrikaga tashrif buyurdim. Bu bo'limimiz bizning o'sha tovuqlarimizni halol tarzda so'yilishi, xom tovuq go'shtlarini umumiy qilib aytganda tayyorlanadigan joy mana shu joy hisoblanadi. Undan tashqari bu bo'limda bizning o'sha yarim tayyor tovuq mahsulotlarimiz tayyorlanadi. Bu yoqdan ham qisqa lavhalarni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bu o'sha basseyn qismi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'sha so'yilgan, halol tarzda so'yilgan tovuqlarimiz mana shu basseynlarda sovutish ishlari olib boriladi. Nimaga hozir bu yerda tovuqlar yo'q? Chunki bizda asosan ishlar kechki paytda amalga oshiriladi. Men endi kunduzi kelganligim uchun sizlarga shunchaki o'sha lavhalar ko'rsatib o'tib ketyapman. Qiziq bo'lgani uchun sizlarga. O'zi bunaqa lavhalar kamdan kam olinadi ko'p joylarda. Mana shu bo'limimizda asosan tovuqlarni maydalash, ularni so'yish va ularni o'sha sovutish ishlari olib boriladigan bo'lim. Endi sizlar bilan birgalikda hozir yarim tayyor mahsulotlar haqida qisqacha tanishib chiqamiz. Bu yoqda qadoqlash ishlari qanaqa olib boriladi. Ketdik. Hozir qadoqlash ishlari olib borilyapti. Bu qadoqlangandan keyin hamkorlarimizga yetkazib beriladi. Hozir bizda shu qadoqlash jarayonlari olib borilmoqda. Endi qadoqlangan mahsulotlarni yana ham qayerda turadi va qanaqasiga yetkazib beriladi, ularni ham hozir chuqurroq sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Qadoqlanganidan keyin mana shunaqa maxsus konteynerlarga yaqinroq olib keling. Bizning o'sha qadoqlangan korobkalarimiz joylashtiriladi. Bu yerda o'sha ko'rishingiz mumkin, og'zimdan bug' chiqishidan -18 gradusda bir xil haroratda saqlanadi bizning mahsulotlarimiz va bu yerga joylashtirilgan korobkalar o'zini maxsus egalariga, ya'ni o'sha oshxona, fast food, restoran egalariga olib borib topshiriladi. Shunaqa ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa, bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziqlari hali oldinda.